Assalomu alaykum muhtaram aziz do'stlarim. Assalomu alaykum butun O'zbekistonga. Men yangi tadbirkorman. Xudo xolasa tadbirkorligim parandachilikdan boshladim. Inshaalloh parandalardan ko'plarni boqdim, endi o'tga boqdim, tovuq boqdim hamda o'rdaklardan xilma-xil o'rdaklar boqdim. Lekin indukdan baraka topdim. Kuzlarda lekin o'lishdi, erta bahorlarda olib kuzgacha olib borib, misol uchun 500 tadan 300 ta qoldi, 250 ta ham qoldi, yarmi teng yarmi bunday deganda o'ldi. Ne deganda yo vaqtida vaksina qila olmaganmanmi, yo ko'rim yetgan ko'rimi yaxshi bo'lmaganmi bilmayman, lekin uncha baraka ko'rdim desam bo'lmaydi. Ne deganda indukdan qarashi boshqacha. Misol uchun 500 ta indukni boqaman desang, постоянно ishingni yig'ishtirishing kerakda, xuddi qo'yni orqasida yurganda boqishing kerak uni. Dallarda xullas qalon, endi men hozir xohlayapman inda-o'tga boqishdi. Endi inda-o'tga ko'p maqtanyapti. 3 marta tug'yapti deydi. Yemishi ozgina indukdan qaraganda kamroq deyapti. Mayli, endi shuni ham bir ko'raylik, inda-o'tga boqib ko'raylik. Endi men xudo xolasa kitob bo'yicha bitta inda-o'tkaga 4 ta makiyon, bitta xo'roz bo'ladi. Bu degani 5 ta. Men hozirda bozordan 8 ta makiyon oldim. 2 ta oq, 2 ta oq xo'rozdan oldim. Endi hozir katagim 2 ga 5, orasida tovuqlarim ham bor. Bitta indigim bor, ona indigim bor. Shuni xudo xolasa do'stlarim, sizlar bilan shu inda-o'tkani boqsak. Endi tajribasi ko'p insonlarda menga bir yordam, amaliy yordam, maslahatlaringiz menga kerak. Masalan, bir kunga 120 gram kombikorim yoki makkayi yoki bug'doy yeydi deyapti. Endi uni o'zim tajribamdan bir oydan beri boqyapman. O'zim tajribamdan uncha yemaydi ular. Masalan, men buni po'choqlar beraman, olma po'chog'i, anor po'chog'i, xullas uydan chiqqan po'choqlarni beryapman. Shunga bir 60 gram katta inda-o'tkam, qorabosh inda-o'tkam ham yeyapti shu narsani. Endi hozirgi chislomuz 20-mart 2025-yil. Xudo xolasa endi hozir mutaxassislar bo'yicha xudo xolasa yanvarning oxirida, fevral boshida bular tuxumga kirishni boshlaydi. Quruq boshlanadi bulardan. Endi xudo xolasa muhtaram obunachi deymanman, butun O'zbekiston bo'yicha parandachilarni shunga menga amaliy yordam bersangiz, xudo xolasa birgalikda shu inda-o'tkani tuxum berishi, ovqatlari yeyishi, vitaminlar, qanaqa vitaminlar ketadi bunga, hamda jo'ja ochirishi mavsumini birgalikda qilsak shuni deyapman. Endi xudo xolasa har bitta videomda shu inda-o'tka masalasi bo'yicha birgalikda ko'paytiramiz bularni. Xudo xolasa mana 8 ta ona makiyon, 2 ta xo'rozim bor. Endi nechta tuxum beradi bular, qaysi tug'adi, qaysi tug'maydi, shuni birgalikda ispitaniya qilamiz shu narsani. Hozirgi video mavsum tugayapti. Sizlarga katta rahmat. Ismim menim Shamil. Kommentariyaga iltimos sizlardan yozinglar. Mayli, menga like shart emas. Kommentariyada sizlar menga maslahatlaringiz kerak. Shu kommentariyaga maslahatlaringizni qo'ysangiz, birgalikda shu inda-o'tkani xudo xolasa ko'paytiramiz. Agar tuxum tug'ayotgan mavsumi kelsa, men video olaman. Tuxum ochirishi, jo'jani ochirish mavsumi bo'lsa, videomni olaman. Asosda tajribamda necha kunda ochyapti, necha kunda tuxum beryapti, hammasini birgalikda sizlar bilan
boqamiz, xudo xolasa. Sizlarga katta rahmat intervyu uchun. Hammalarni kelayotgan yangi yil bayramlaringiz bilan tabriklayman. Sog' salomat tilayman sizlarga. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Xudo xolasa keyingi efirda yana bir marta uchrashamiz. Xayr.